Akalarim, ukalarim mana so'raganlar uchun mana ko'p mashinalarimiz ketdi, yana keldi. Arzon narxda mana 2020-yil Gentra qo'yapmiz. Mana holati mashinani. Metangaz, petangaz hamma narsasi bor, rul, pul 100 million so'm qilib beramiz mana. So'raganlar uchun mana 2020, kuzupi 21. Narxi 100 million so'm, Hamkorbankdan qilasizlar, 100 million so'm shunday garov qo'yib pul berasizlar. Oylik to'lov 3 yil muddatga 4 million so'm atrofida pul chiqadi, qiziquvchilar. Undan keyingi mashinamiz mana 2023-yil. Buni ham ko'rsadik. Mexanik korobka, bu ham bitta pasport evaziga chiqarib beramiz. Mana 2023 kraskasi toza mashinamiz. Bitta pasportga minib ketasizlar. Undan keyingi mashinamiz mana bu ham bitta pasport olib kelsangiz 1 so'm boshlang'ich to'lovsiz 2022-yil mana mashinamiz chiqib ketadi. Bosh to'lovi yo'q, buni ham 1 so'm xarajati yo'q. Tan narxi 115 million so'm. Kraska toza. Yana bitta mana 2023 ga 24 mana avtomat korobka Cobalt'imiz, bu ham pasportga chiqib ketadi, o savdosi bo'layapti. Mana bu 2023 ga 24 Cobalt'imiz avtomat korobka, kraskasi toza. Narxi 128 million so'm. Bosh to'lovi 8 million so'mga chiqib ketadi. Undan keyingi mashinamiz mana 2023-yil mexanik korobka Cobalt'imiz, metan petamiz qilgan, bu ham bitta pasportga chiqib ketadi. Narxi 110 million so'm. Qiziquvchilar, oylik to'lov 4 million 300 dan chiqadi. Undan keyingi mashinamiz mana 2022-yil kraska toza Gentramiz. Bu ham bosh to'lovi yo'q, bitta pasport olib kelsangiz 1 so'm xarajati chiqib ketadi. Undan keyingi mashinamiz mana 2023-yil mashinamiz benzinda, tayyor mashina, bu ham bitta bosh to'lovi yo'q, bitta pasportga chiqib ketadi. Bemalol kelaveringizlar. Pastda nomerlarimizni qo'yib qo'yamiz, aloqaga chiqaverasizlar qolgan ma'lumotlarni.